Assalomu alaykum barchaga, hurmatli Teplitsa ishqibozlari. Sog'misizlar, omonmisizlar? Bugun 22-may haftani qaysi kun ekan bugun? Haftani payshanba kuni ekan. Xo'p do'stlar, bugungi qiladigan videoyimiz bundan 40 kun oldin stakanlarga tashlagan urug'larimiz, pomidor urug'larimiz tayyor bo'ldi, ko'chatlari. Bugun kechadan ekishni boshladik do'stlar. Xo'p, bu urug'larni pachkasini 270 ming, 300 minggacha sotib olingan ochiq dalani pomidori. Navi Kami F1, Lojan F1, Kupen, keyin Ezo degani ham bor. Shularni ekkanmiz do'stlar. Men o'zim Kami ekkanman. Sheriklarim urug' bergan, shu Lojan, Kupen har xil qilib berishgan, tekshirib ko'ramiz deb. Endi hozir do'stlar bularni yirik-yirigini olib, mana kichkinalari hozircha qolib turibdi. Keyin ekamiz. Hozirgi kunda kunlar issiq bo'lganligi uchun mana bunday korzinkalarga bir kun oldin solib olib, uni suvlashda ham qanday suvlayapmiz? 200 litrli bachogimizga do'stlar, 200 litrli bachokka bitta pervikur, 250 grammli pervikur, 400 gram ekorut qo'shib, mana shu 200 litrga endi aravaga suv quyib olib, shunda botirib, mana bunday terib qo'yapmiz. Mana shu meni ko'chatlarim kecha suvlab terib qo'yganman. Bugun ekaman endi. Sheriklarimiz kechqurun svetni yoqib terishgan. Chunki mana bunda termasa, agar ko'chat tomir otib qolgan, ko'chatni ko'chirgandan keyin so'lish ko'p bo'ladi do'stlar. Shuning uchun oldin mana bunday dorli suvga botirib olish kerak. Dorli suv nima? Ildiz kasalini oldini olishga, keyin ildizni rivojlantirishga do'stlar. Shunday qilib olinglar. Hozir do'stlar, birinchi kun ekkan pomidorlarimni ko'rsataman. Men kapelnitsaga ekkanman. Mana bu ikkitasi gul teplitsam. Mana bu yerda o'zimizga xo'jalik uchun ekib qo'yganmiz. Bu yerda handalak ekkanman do'stlar. Hali sug'orilgan yo'q, endi sug'oryapman. Handalak ham yaxshi ketyapti. O'zimizga yegan. Xo'p do'stlar, mana bugun sug'orib bo'ldim shu yerlarda. Hozir oxirgi naroqdagi teplitsani sug'oryapman. Do'stlar, mana bunday 70 ga agat olib, shunga ekkamiz 1 metrga 3 ta qilib. Manasi bu tarafga yotadi. Mana ikkitasi 140 tagi shu o'rtaga yotadi. Bu ham bu tarafga, bu tarafga yotadi. O'rtada jiyak qoladi. Bu yerlarimiz o'tgan yil hech narsa ekmasdan rosa o't bostirib o'rganmiz. Endi bu yil ekishni boshladim. Shunaqa do'stlar. Endi bularni mehr bilan qarash kerak. Suvini berib, chopib. Mana bugun tonggacha mana shu yerda suv oqib turdi. Har 5 kunligida ko'rsatib turaman do'stlar. Bizdagi mana bunday arkan tagida bo'lganligi uchun traktor ham kirolmaydi. Mini traktor kirgan. Mana do'stlar, kapelnitsada sug'oryapman. Hozir mana shu maydonni sug'oryapman. Tong endi otyapti.
Mana shu ko'chatdan kamidan ortadigan menda mingtacha. Kimga qiziq bo'lsa murojaat qilinglar. Kelishtirib beramiz. Bugun endi mana bu 4 sotikka ekaman. 4 sotikka mana shu 140 ta uyog'i bu yog'i ekkanimizda 1000 nechtadan ketyapti-da? 1500 tadan ketyapti-da. Bir tarafiga 750 ta, bir tarafiga 750 ta. Bitta qatorga 50 tadan ketyapti-da, 7 qator. 350 ta bo'lsa 750 tadan ketyapti ekan. Mana shunaqa 52 ta, 55 ta, 60 talilar ham bor. Shunaqa do'stlar. Xo'p, gullarimiz, katarantuslarimiz ochildi. Ko'rib turganlaringdek endi bularni sotish kerak do'stlar. Xrizantemalar ham bor. Stakanda orasidan olib yaxshisini sotilyapti. Mana bu bo'sh stakanlarga bugun pomidorni ekib bo'lsak, karamgulni urug'ini tashlaymiz. Svetnoy. Kuzda sotiladigan dekorativniy karamdi. Do'stlar, shunaqa gaplar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.